Valeriy Karpin jahon terma jamoasiga qarshi o'yinda ajoyib dribling qiladi. Keling, Rossiya terma jamoasi murabbiyi futbolchi sifatida qanday o'ynaganini eslab ko'raylik. U kim bo'pti? Zidanmi? Menga Karpinga qandaydir Zidan gapiryapti, derdi u. 900-yilda Valeriy Oleg Romantsev boshqargan Moskva Spartakiga o'tadi. Bu uning futbolchi sifatidagi parvozi boshlanishi edi. Qizaloqlar safiga o'tish uchun Karpin maoshini 3 minutday kamayishiga ham rozi bo'lgan Moskva jamoasining yetakchilari Yevropaga ketgach, Valeriy jamoaning bosh yetakchisiga aylandi. 994-yilda esa u Real Sociedadga o'tadi. Valeriyaning ispancha gapirganini eshitgan har bir odam zavq bilan tinglardi. Sociedadda 2 yil davomida u 16 gol urdi va Valensiyaga ko'tarilish qildi. Karpin uchuvchi ko'rshapalaklar uchun zo'r mavsum o'tkazdi, ammo jamoaning o'zi omadsiz chiqdi, 10-o'rinda qoldi. Keyinchalik 1097-yildan 2002-yilgacha Valeriy Celtada o'ynadi. U yerda u butun chempionatning eng universal yarim himoyachisiga aylandi. Keyinchalik esa 2002-yilda Karpin qaytadan Real Sociedadga qaytdi va jamoa chempionlikka juda yaqin keldi. Valeriy jamoaning shubhasiz yetakchisi edi. Keyin esa 2005-yilda u karyerasini yakunladi.